Diyalog, kalıptan kalıpga boradigan yo'l. Bu yerda haqiqat, talash yoki munozaradan emas, balki o'zaro tushunishdan borliqqa keladi. Bo'lganimizdan beri diyalogdamiz. Diyalog başlandı. Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar, mana shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugun Yusufjon bilan Daniyalik antropolog Yusufjon bilan yana bir programmada manglarning oldida bir suhbat programmasi o'rlashtirib turibmiz. Bugungi paranglashadigan suhbat temamiz Uyg'urshunoslarning, ya'ni Uyg'urlarni tadqiq qilgan tadqiqotchilarning Uyg'urlarni tadqiq qilish sherigan yo'l qo'yayotgan masalalar to'g'risida bo'ladi. Yusufjon, xush keldingiz. Rahmat. Alaykum assalom. Sizning shu tadqiqot jarayonlaringizda to'g'riliq biz avval ozroq bir ma'lumot berib o'tsangiz, o'tganda Qirg'izistonga bordingiz Uyg'urlarni tadqiq qilish uchun. Bu jarayonlarda siz yo'liqqan masalalar qanday bo'ldi? Masalan, nim tadqiq qilgan bordingiz Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida o'zingizning avval tadqiqot ahvolingizni ozroq so'zlab berasiz? Ma'qul. Men Qirg'izistonga borgan Pekitlar tadqiqot qilish uchun emas, men Qirg'izistondagi bir universitetda dars bergan edim. O'rta Osiyo shunoslikda. Men o'sha yerda O'rta Osiyoninki tarixi, kimlik masalalar to'g'riliq bir darsni o'tib bergan. Ondan o'sha yerda turib, albatta Qirg'izistondagi Uyg'urlar bilan aloqa qilishib turib ularni ziyorat qildim. Uni qilishninki ikki tadqiqot maqsadim bo'lgandi. Birisi shu qarilarni ziyorat qilish. Chunki qarilarninki yana qanchalik vaqt bor ekanligini bilmagandan keyin ularning esida bo'lgan ko'rgan, anglagan narsalarni bir unalg'u ya sinalg'uga ilib olib yo'q bo'lib ketmaslik uchun bo'libmi shu ular 60 yillarda kelgan Uyg'urlarninki shu kichik vaqtda vatanda ko'rgan anglagan narsalarni men shundoq shu xotirga ilib olmoqchi edim. Ikkinchisi shu vatandan yangi chiqqanlar bo'libmi savdogarlar, tijoratchilar yoki shu yuk mashina haydaydigan shoferlarni ziyorat qilib, shu vatanning ichida nima yangi ish bo'layotganligini bilib olmoqchi edim. Men ikki tadqiqot maqsad bilan bordim, lekin men shu Bishkekdagi universitetda dars berdim. Shuning uchun men shuning bilan aldirash bo'lib bekmi jiq ziyoratlarni qilolmadim. Ondan yana bir ish meniki diqqatimni tortgan bir ish borda shu Uyg'urlar Namrat Uyg'urlarninki bo'libmi yetim bolalarninki uylarga berib shudoq tamoq, azroq o'qish pul degandek tarqatgan ishlarni anglab, shunga qiziq qilib shuni azroq tadqiqot qilmoqchi edim. Shu 3 temalarni tadqiqot qildim Qirg'izistonda. Uning sizning ovozingiz Bu jarayonda deyman, ovozimni aytyapti, men kechiring. Bu jarayonda Qirg'izistonda bexatarlik jihatida bir masalaga yo'liqdingizmi? Qirg'izistonni xil tudingizku 5-6 oy. Bu jarayonda siz Qirg'izistonni o'zining ichida, masalan, kirish jihati bo'lsin, chiqish jihati bo'lsin yoki bexatarlik jihati bo'lsin, har qanday bir masalaga yo'liqdingizmi? Yo'q, Qirg'izistonda hech qanday masala yo'q edi menga. Lekin yangi kelgan Uyg'urlar bo'lib, Uyg'ur tijoratchilar, Qashqardan chiqqan tijoratchilar bilan paranglashib desam, men burun ular bilan hali yomon emas, yaxshi aloqa qilishatdim. Hozir paranglashib desam, ular men bilan paranglashishni ancha unamadi. Ular qo'rqib ketib, hozir shu shpionlar, jasuslar ko'p bo'lib ketdi deydi. Biz siz bilan
parançılamaymiz, keçiron bizga qarab turdi, bizga aram yo'q deganda. Shuning uchun shu jihatdan shu bexeta meslisi bo'lgan, lekin manga mesli manga emas, ularga bo'lgan. Sizni ko'rishga odamlarga bevosita. Uningdan boshqa yana shu Kırgızistanlik Uyg'urlar shu yerda ya kichik vaqtda chiqqan bo'lsa yoki shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan bo'lsa, burunkidek bu ochiq gap qilolmaydi ekan. Unimi his qildim. Ularning orasidami burunki qaraganda ko'proq qo'rqish paydo bo'lgan deb his qildim. Ammo menga o'zimga hech qanday shu ish bo'lmadi, hech qanday masala chiqmadi. Qirg'iziston hukumatdanmi odam kelib qilingan savol so'rash yo'q edi. Men kirsam, chiqsam, uningda hech qanday masala yo'qdi. Lekin Qozog'iston kirishdi masalaga yo'liqdingiz shundami? To'g'ri. Qozog'istonga men Qozog'istonga qilib borgan 2021 yildan tortib hozirgacha yili Qozog'istonga berib, Ashiyadagi lager shahidlar bilan birga ishlagandim. Ashiyadagi bo'lib qozoq lager shahidlar ziyorat qilgan, uni videoga olgan, kichik bir hujjat filmni qilgandim. Uningdan boshqa shu Qozog'iston shu vatandan kelgan qozoqlar bilan ko'rishib, vatanda nima ishlar, nima yangiliklar bo'lgan, nima yangi ishlar chiqqan deb so'rab, ular bilan paranglashib turgandim. Men mushu yil birinchi oyda berib kelgandim. Kırgızistan'dan Qozog'istonga berib, men shu taksi bilan chiqarga berib, taksi chiqardan o'tib, Almatyga berib, ondan Bishkekka qaytib kelgandim. Shu vaqtda hech qanday masala yo'qdi. Ammo 3-oyda yana boray desam, meni kirgizmadi. Men Qozog'iston chegarasiga kelsam, sizga kirish ruxsat yo'q dedi. Ularmi nimishqa kira olmaydiganligimni deyolmadi. Balkim o'zim bilmaslik kerak, sistemning ichida uni yozmagan bo'lish kerak. Lekin meni kirgizmadi. Qanchalik kira olmaydiganligimni demadi yoki sababmi demadi. Men elchixonadan so'rab baqdim, Qozog'istondagi Qirg'izistondagi elchixonadan so'rab baqdim, ularmi deyolmadi. Hozirgacha aniq bo'lmadi. Hozirgacha hech qanday javob yo'q uningda. Lekin men Qozog'istonga kira olmay qoldim. Bu sizning tadqiqotlaringizga masalan qanchalik ta'sir ko'rsatdi Qozog'istonga kirmaganligingiz? Uyatga Uyg'urlar bilan Albatta qilgan ishim bor Qozog'istonda, lekin uni boshqalar qilsa bo'ldi. Men bilan birga ishlaydigan boshqa tadqiqotchilar berib, u ma'lumotlarni topsa yoki ziyoratlarni qilsa bo'ldi. Uning ustiga meniki boshqa qildigan ishlarni pek chiqib bo'lgandan keyin u pek cho'ng bir ta'sir ko'rsatmadi. Lekin boshqa o'tirasizlarga kirishingiz mas'ul bo'lmadi-ku, O'zbekistonga degandek. Shunaq bo'lmadi. Men O'zbekistonga berib keldim. Ashiyada mas'ul bo'lmadi. Qirg'izistonda mas'ul bo'lmadi. Men Tojikiston, Turkmanistonga kirib boqmadim. Ammo shu O'zbekiston, Qirg'izistonda mas'ul bo'lmagan. U menimcha shu Qozog'istonda bo'lgan mas'ala balkim shu Qozoq Almatidagi aktivistlar bilan birga ishlagan sebebimdan, ulardan ziyorat olganligimdan bo'lishi mumkin. Yoki sizcha Qozog'istonning o'zining siyosati bo'yicha bo'ldi deb qaramsiz? Balkim shunday bo'lishi mumkin. Men uni aniq bilmaydiganman, ammo men bilamanki, Xitoy hukumati Qozog'istonga besim solgan, shu to'g'ri paranglashtirgan yoki
Xitoyga qarshi ko'rsatgan aktivistlarni to'sish kerak degan gaplarni chiqqan. Biz bir yilning oldida Olmaotada bir Hujjat film festival açtık. Şu vaqtdami Qozog'iston hukumati uni to'sib qo'ygan. Keyin biz esli bo'lgan yerda o'tkazilmaydigan bo'ldik. Faqatla to'rda o'tkaziladigan bo'lib qoldik. Uninki shu uningga mas'ul bo'lgan odamlarning deyishicha Xitoy elchixonadan odamlar kelib shu esli bo'lgan kinoxonada mush yerda bo'lsa bo'lmaydi degan gaplarni qo'yib Qozog'iston hukumati uningga bo'ysunib bo'lgan edi deb angladim. Ammo uningdami aniq isbot yo'q. Shu Qozog'iston o'z qilamdi ya Xitoy Qozog'istonga besim silib qildiramdi degan gapni men aniq qilolmayman, bilmayman. Anladıkken Xitayga berip kelish uchun tirishib baqdingiz, to'g'ri-ku, hamish yaqinda. Bu jarayonda siz? Shu men shu Qirg'izistonda bo'lgandan keyin Xitoy bilan chegaradosh bo'lgandan keyin men har doim o'tgan yilmi bir qatam, 2 yilning oldida bir qatam shu chegaraga berib kelgandim. Chunki chegaradan o'tadiganlar hali bor, ular bilan paranglashsak bo'ldi, ulardan ma'lumot olsak bo'ldi. Uning ustiga chegaradan qanchalik yuk mashinalar o'tdi kunda, qanchalik uningdan Qirg'iziston bilan Xitoy yoki O'rta Osiyo bilan Xitoyninki savdosi qanchalik bo'layotganligini ko'rgili bo'ldi. Shuning uchun men burundan tortib shu Qirg'iziston bilan Vietnamning chegarasiga qiziqatdim. Men 2010, 2011, 2013, 2016 yillarda uningdan o'tib shu yerni yaxshi biletdim. Shuning uchun fursat bo'lsa men cho'qim berib ko'rib ashiyadagi odamlar bilan paranglashib keletdim. Men hozirgacha bu yilgacha men o'tishni o'ylab baxmadim. Chunki menga viza kerakdi. Men viza iltimos qilsam, Xitoyga viza iltimos qilsam, hozirgacha meni har doim red qilib o'tgan yoki red bevosita red qilmagan, lekin iltimosingizni tortib oling degan gaplarni qilgan. U demakchi ular shu official jihatdan red qilmaydi, lekin bizga bermaymiz degan gaplarni qilgandi. Shuning uchun men hozircha o'tishni o'ylab baxmadim. Ammo bultur 10-oydan boshlab Daniyalik pasporti Daniyaliklar, Daniyaning pasporti bo'lganlar vizasiz kiralaydi ekan Xitoyga. Shikayatlik. Shuning uchun men chegaraga yaqin bo'lgandan keyin bir sinab boqay deb o'ylagandim. Meni balkim kirgizmasligim mumkin, men bir tizimlikda bo'lishi mumkin, ya bo'lmasligim mumkin. Uni bilmagandan keyin men bir tizimlikda bo'lmasam, balkim shunday sayohatchi deb kirib, Qashqarni ko'rib kelalayman deb o'ylagandim. Chunki men burun 2010-yildan 16-yilgacha jiq Qashqarda jiq bo'lgan 2 yil ashiyada o'tdim. Shuning uchun men uning ustiga men Qashqarni bek yaxshi ko'raman. Qashqardagi odamlarni bek yaxshi ko'rib qoldim. Uni sig'inib ketdim. Qashqarda ko'rishgan siz bilan esingiz bo'lsa. Shunday, to'g'ri. Shuning uchun berib kelsam, shu do'st tanishlarim bilan ko'rishalmasammi? Bir berib Qashqarninki hozir sharoitni o'z ko'zim bilan ko'rib, kitobxonalarni aylanib, uyg'urcha kitob bormi, yo'qmi, qanday kitoblar bor, ondan xilchiq bir narsani ko'rib kelmoqchi edim. Men do'st tanishlarim bilan albatta ko'rish
almaydım. Baralsam mı? Çünkü ulara mesle bop qilishi mümkün. Men ulara aşu ballasalsam bolmaydı. Dep ular bilen körüşelmeymen. Ama berip uni körüp qaytib kelsam bo'ladi deb chigaraga bordim. Memmo azrak insurgentdim. Evet, shundoq Meni kirgizmasa mayli, kirgizib meni tutib olsa qanday kirib chiqolmasam qanaqa qilma dedingizda. shu. Kirib chiqolmasam, shuning uchun men unga tayyor qilgan. Men bir tizimlikni tayyor qilgan. Yaqin do'stimga sepib qo'ygan. Ega mendan shu bir kundan o'tib, mendan xabar olmasangiz, ma adamlarga telefon qilsiz. Uning ichida Daniyaningki Xitoyga bo'lgan elchisi bor, bir necha muxbirlar bor. Men tunoydigan shu ishlarni yaxshi bildigan, aloqasi yaxshi bo'lgan odamlar bo'lganda, albatta mening oilam bo'lganda. Shuni tayyor qilib, ondan öz telefonumni Bishkekda qo'yib, yangi bir telefonni oldim. U telefonga faqatla WeChat, Weixin soldim. Boshqa o'sha applarni solmadim. Uni o'z applar bo'lgan, lekin men uni ancha ishlatmadim, ancha ochmadim. Shuning bilan bordim, kompyuterim, laptopimni Bishkekda qo'yib, hech qandaq shu meningki ishim bilan yoki aktivistligim bilan yoki shu yaqin odamlar bilan bo'lgan munosabatlik narsalarni olmay bordim. Chunki men obdan biletdim, borsam cho'qim meni tekshiraydi, balkim hammasini tekshirishi mumkin. Amaliyotdami shundoq bo'lgan. Borganda ular hammasini tekshiraydi. Shuning uchun tayyor qilib, shu tizimlikni qo'yib qo'ygan, yaqin odamdan birisi bilan deyishib, biz kunda soat mancha bilan ko'rishimiz. Men mushundoq gaplarni qilsam, demakchi hammasi yaxshi. Men ashundoq gaplarni qilsam, demakchi bir masala bor. Biz shundan keyin ko'proq ko'rishimiz degan. Men agar ma gapni qilsam, cho'qim bevosita odamlarga telefon qilsiz degan ishlarni hammasi tayyor qilgan. Ondan men Bishkekdan Oshga taksi bilan chiqdim. Oshda bir kun turdim, bir kecha. Atsa yana bir taksini chaqirib, shu boshqalar bilan birga o'tirgan taksini tepib, Sartash degan yerga bordim. Sartash bo'lsa Oshdan chegaraga mangdigan yarim yo'lda bo'ldi. Sartashdan o'ngga chiqsangiz, Tojikiston tarafga mangsiz, Morgab. Solga chiqsangiz, shu Vetinga borsiz. Vetin bilan Qirg'izistonniki ikki chegarasi bor. Birisi To'rg'at, birisi Irkishton. Men Irkishton chegaraga borgan. U chegara bo'lsa Osh bilan Qashga o'tadigan chegara. U bek kona bir yo'l, Yipak yo'liningki muhim bir parchasi bo'lgan. Qashgadan Fergana vodiysiga o'tadigan karavanlar cho'qim Oshiyadan o'tadi. 2000 yilning oldida. Anda menmo dinimdek burun 2010-yilda, 2013-yilda bir necha qatim o'tib berib kelib turgan. Men Qashgada turgan vaqtimda viza tugitib bo'lgan bo'lsa, men Qirg'izistonga berib, yangi vizani ilib, yana Qashgaga kiretdim shu vaqtda. Shuning uchun men shu yerlarni yaxshi biletdim. Oldi bilan Sartashga bordim. Sartashdan chegaraga borgan ya avtobus ya taksi yo'q. Shu yerda siz cho'qim yuk mashin bilan berishingiz kerak. Shuning uchun men yo'lning yanida turib, bir yuk mashina, birinchi kelgan yuk mashina to'xtab, meni ep
sigara epmangdı. O bir Kırgız sizin ağzınız yine yok. O şoför Kırgız mı demez enge hanzumu ya. Kırgız. Şoför Kırgız. Kırgız. Şu şoförlerin köpüncüsü Kırgız buldu. Anden bazılar Uzbek buldu. Ya Kırgızistanlık Uzbek ya ki Uzbekistanlık Uzbekler var. Bazı şu yük maşinler mı Uzbekistan'dan kildi bir vasıta. Lakin köpüncü maşinler Oş'nın Oş'tan 25 kilometre kildiğin bir yerden mağdu. Aşağıda yük maşini nihayet yüzlügen var. Anden konteynerler mı aşağıda çık. Ula aşağıya berip konteynerlarını ilip Xitayga bardı. Köpüncü barılan yük maşinler nınki yükü yok. Barsa ma Kırgızistan'dan Xitayga barsa ula hiç nimin almay bardı. Xitay'dan qaytıp kelse elbette nasıl elip bardı. Bazı şoförler ayda 2 qitim bardı, bazılar 1 qitim bardı. Ular berip kelişge $2,000 aldı iken bir konteynere. Ama yol bek japa. Şunun için onun bilen bardım, sigara berip aşağıya düştüm. Aşağıya maşinler nihayet edecek. Ben burun birinci qitim bargan, lakin hazırki maşinlerin sanıga qarsam burunkiden hatta 2 yılın aldıga qarsak, onun bilen seliştirsek neçe hisse yukarı oldu. Hazır bekçik ötüranlar bekçik. Ula ötse Uluqchatga bardı. Uluqchatda mal ilip qaytıp keldi. Ular asasen Qashqarga bormaydi. Ularniki kirib kelishninki shunday bir haftalık vizasi bo'ldi, ruxsati bor. Shuni Bishkekdan oldi. Uningga ham bir necha $100 to'laydi. Ondan berib keldi mal bilan. Shuning uchun men chegaraga borsam esli mashopirning deyishicha hozir chegara 24 soat ochiq turdi. U rost shu cho'ng yuk mashinasiga 24 soat ochiq turdi, lekin piya bilan mang'anlarga ochiq shuncha uzun ochiq turmaydi. Soat 6gacha ochiq bo'ldi. Shuning uchun men kechlik qolgandim. Chegarada bir kun bir oqshom qonab, ertasi chiqib. Oldi bilan biz Kırgızistan tarafdan o'tamiz. Shu yerda hech qanday masalasi yo'q. Men pasportimni ko'rsatsam, ular tamga urib, meni yeni bir yuk mashinasiga o'rlashtirib berdi. Chunki Kırgızistan tarafdan Xitoy tarafga 7 kilometrlik yo'l bor. Ashuni etapda uni cho'qim bir mashin bilan berish kerak. Piyada maqsad bo'lmaydi. Ashyadan chiqib Xitoy tarafga bordim. U yo'lni bir o'zbek shoför bilan o'tdim. O'zbekistondan kelgan bir shoför. U birinchi qitim ashyaga kelganda, shuning uchun u musil shu ensirib ketgan edi. Ondan Xitoy chegaraning tarafga borsam, oldi bilan ular meniki vizamni so'radi. Ular vizasiz kiralaydiganligimni bilmadi. Shuning uchun ular telefon qilib, shu Xitoy tarafda oldi bilan kichik bir shu mashina o'tadigan bir uy bor. Ashiyada bir necha askarlar turdi. Ondan Ashiyadan Visa Center chegaraninki centerga berishga yana bir 2 kilometr keldi. Shuning uchun ular meni yana bir mashinaga sep qo'yib, u bir Uyg'ur shoför bo'lgan, lekin Uyg'urcha so'zlamadi. Biz bilan faqat Xitoycha
parançtı. Xitay yaxşı emasdi. Aşu sigarada turgan eskerler hemsi Xitay. Anden aşu sigaranınki centersiga keldik. Aşiyaga men Kırgız ticaretçiler bilen bille bir neçe şoförler bilen bille berip bir öyde oturup turduk. O çoğun bir bina boldu. Ma binanın içinde saklayılan bir neçe öyle ba, anden scan kıldıran bir neçe maşinler ba, hem şu somkalarını elip, şu hudi şu ayrıtımga okşaş dekmeye den ötüren gep. Ben aşağıya basam, şoförler, ticaretçiler hali istik ötüp gitti. Meni saklatıp koydu. Ben 2 saat sakladım, aldı bilen. Hiç nime bulmagan. 2 saat aşağıda öttüm. Anden beni çağırdı. Beni şu başkalar öçret turvatkan yerlerden ötüp içige çıktı. Beni bir işxanaga ekirdi. İşxanaga kirsem şiki Xitay saççılar beni sakladı. Anden somkamızını içip hem nasılını köstang digin gep bilen men somkamlarını açtım, hemsini kösettim. Ula hemsini köde aşı somkamның içindeki yerlerini mo izledi. Belki onun içinde bir nasıl baboliş mümkün ya ki mehpi yerlerini izledi baktı. Anden telefonumu içişe buyurdu. Ma yeni telefon bolgandan keyin onun da hechnim yok. Hechnim bolmagandan keyin men etmedim. Ular hemsini körüp resimki ilip, applarını körüp, hemme applarını içip bekçik vakt ketdi onunla. Anden bezde o yeni takıp koysa meni yeni içişe mecbur kılgan. Keyin ular meninki mehbi numarını özü körüp anden öz saldırgan boldu. Sormay, lekin men salsam onunla karap öz bilölep aşu telefonunu açtıran boldu özü. Anden meninki bir hatırım var, aşu gündelik hatırım. Unimo içip hem betlanı resimge tartıp elip uni bir app bilen tercüme kılışga tirişti. Lekin meninki kol yazıkım pek naça. Şunun için ulanın app uni oku almadı. Menden bunu çıkettim. Ma siz müşeri nimle yazdınız dep sorganda o kaysı til dep sorganda. Ben şununla nasıl cevap vermedim elbette. Şu özümdeki könglimdeki geplerini hatırımga yazmayın dep turgandım. Hem nasılını tekşirip anden menden nimişqa keldiniz dep sorganda men sayahatqa keldim dedim. Siz burun kelgenmi? Kaçan keldiniz? Nege bardınız? Xitayning içindeki qaysi yerlerge bardınız? Qaysi şehirlerge bardınız? Kaçan bardınız? Kim bilen görüşdünüz? Degandek jiq so'allarni so'rabdi. Men burun kelganligimni elbette dedim. Çünkü ular çokum bildi. Ularning sistemida bar bo'lishi mumkin. Lekin elbette kim bilen ko'rishganligimni yoki kimni tunoydiganligimni demedim. İsmimde kalmadı dedim yoki men aşağıdakilarni ancha tunimayman deb turgandim. Andin u jarayonda ular her daim bir kamera bilan beni ilib olatdi. Sinalg'uga ilib olatdi. U men ishxonaga kirgandan boshlab ta ketgacha belki 5 saatlik meni sinalg'uga ilib olatdi. Men u burniga borsammi, birisi men bilan bilib berib, men siygan vaqtimni
keynimden aşı kamera bilen elvatdı. Sizin avazınız yok ise. Bu işkence değil mi bu? Nime bu kıyın kıstak? Da şu. O pek kültürlükte. Ondan aşağıda otursak, Xitayni qandaq oylaysiz, Xitay yaxşı mı, emas mı dep sorganda, aşı milletlerning işlerini qanchalik bilisiz, nimeni anlagan, sizlarning gezitinglarda nimeni yazdı. Mushu yerdagi bo'lgan qiyinchiliklarni qanchalik bilasiz degandek. Men hech nimani demedim. Uni yaxshi bilmayman. Men shu yaxshi taraqqiyot qilibdi deb anglab, shuni bir ko'rib boqay deb kelgan degandim. Qashqa sayohatchilarning o'rni deb cho'qim ko'rsam bo'lmaydi deb kelgan dedim. Ondan bir Uyg'ur balama kelgan, ikki Uyg'urma kelib. Men ular bilan Xitoycha paranglashdim. Saqchi bol. Saqchi bol bilan Xitoycha paranglashdim. Bir Xitoy yosh qiz balama inglizchani yaxshi biladi, uning bilan inglizchada paranglashdim. Meniki Uyg'urcha bilganligimni ularga demedim. Paranglashdik. Ondan birisi to'yiqsiz siz Sharqiy Turkiston degan gapni anglaganmi deb so'radi. Yo'q, anglab boqmadim desam. U nima ekan? Menga tushuntirib bersangiz bo'lamdi deb so'rasam, ya menmo uni to'rda ko'rgan deydi. Menmo uning nima ekanligini bilmayman degan. Anandan keyin şu meniki tadqiqot ishlam to'g'riq yoki meniki proyektlar to'g'riq hech nimani so'ramagan. Bilmaydi ularni. Shu bilmaydi. Menimcha shundoq. Siz bir tashkilot bilan bo'lgan yo tashkilotning raisi bo'lgan. Chet ellik so'roq qilgan emas, Uyg'urlarni so'roq qilgan ekan so'roq qildi. Men aytdim borgan chog'im 2016dan burun u deyman. Menim shunda so'roq qilgan birisi. Qaysi tashkilotlarni biz chaqirdik. Men so'ragan savollar siz kim so'rabdilar? Qilib tashqan savollar ekan deb shuni qaraganda. Shundan oxiri ba'midi, kirgizmadimi sizni? Shu eng oxirida biz saqlab turdik. Nimani saqlaymiz deb so'rasam, siz kelganda bilasiz deganda, shu vaqtda men sal elsirib ketgandim. Chunki men shu vaqtda menga 5 soat bo'lib ketdi. Men shunday dedim. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlar bilan paranglashishni yaxshi ko'raman. Ammo men sayohat qilish uchun kelgan. Shuning uchun mushu yerda sizlar bilan choy ichish uchun kelmagandan keyin meni bir kirgizsanglar bo'ladi yo bo'lmasa men ketay. Desam, yo'q, biz saqlaymiz deganda, menga tamoq ekib berdi. Yemaydigan tamoqlar bormi deb so'radi meni. Mendan yo'q, men hammasini yeyman desam, cho'chqa go'shtmi yemsiz deb so'radi. Mayli, bo'lsa yeyman degandim. Lekin ular darpanchiga kelib berdi. Bakanda zirnam. Darpanchiga kelib berdi. Men sal ensirib, lekin hech nima bo'lmaydi deb uni yedim. Qaslash nimasi bo'lsin, qaslamas deb o'ylayman men. Ondan ular menga suv ayron berib turganda, meni yaxshi muomala qilgan. Bir Uyg'ur bola, bek yosh bola. U azroq qattiq gap qilgan. Shu bizning davlatimiz qanday qaraysiz, mundaq. Bizning tariximiz, u Xinjiangning tarixi to'g'riq bir azroq bir gapni qilgan, so'ragan, lekin men jiq javob bermadim. Shuning uchun u to'xtab etdi. Ondan 3 odam sentrga kirib, ular bilan paranglashishga
çıktı. Birisi nanki aşınak stativ nima deymiz? Aşu çoğun kamera saldırgan aşınak bir narsa batı. Uni elip men o'tirayotgan uyga sep qo'ygandi. Shuni ko'rib men sal ensirib ketdim. Meni qattiq aşu so'roq qildigan bo'ldimi yo qanday? Ammo oxirida ya bana emas yoki meni qo'rqitib etgan uchun qilganmi yo bilmadim. Ular meni Üçün ko'proq balkim ko'proq so'roq qilmadi. Ular kelib uning orasida egiz bir Xitoy batdi. Qara kiyim kiydigan. Ularning hammasi Go'anjuning odamlari. Go'anjuning odamlari bo'lib, formasi bo'lgan. Men Xitoyning formasi yo'q. Yana bir Uyg'ur batdi. Chechi yo'q. Balkim 40 necha yoshlarda bo'lishi mumkin bir odam. Ular birga kelib, men Uyg'ur bo'lsa kelib, meningcha biz ularni saqlagan edik. Ular balkim ya ulug'chat ya Qashqardan kelgan bo'lishi kerak. Chunki shu vaqtga qarsak, shuna vaqt ketdi u kelishga. Men shuna o'ylayman hamsa uni aniq bilmayman. Uyg'ur kelib, men boshqa bola bilan shu yosh Go'anjuninki saqchilar bilan o'ltirilgan jo'zga kelib, mening oldimga kelib, men qarab yaxshimisiz deb bevosita men bilan Uyg'urcha paranglashgan bo'ldi. Men azroq qirg'izcha gap javob qilib, undan yana Xitoycha aylanib ketdim. Ammo meningcha uninki balkim mening Uyg'urcha biladiganligimni bilgan bo'lishi mumkin. Undan u egiz Xitoy yana hamma narsalarni ko'rib, telefonimni tekshirib, undan meni chaqirdi. Biz hammamiz shunday turib, bir retda turib, men ularning oldida turib, undan u menga Xitoycha gapdi. Epsus biz sizni shu Jongoga kirgizolmaymiz bugun. Ammo boshqa vaqtda kelsangiz, Jongo sizni qizg'in qarshi oladi deb gap bilan yo'lga solgan. Siz hozir narsalarni ilib, Qirg'iziston biz sizni bir mashinaga sep qo'yib, Qirg'izistonga qaytarib beramiz degan bek muloyim chiroyli gaplar bilan meni yo'lga solib etgan. Boshqa soqchilar uningdan sal hayron qolgandek turadi. Men bilan paranglashgan soqchilar. Meningcha ularmi, menmo shu vaqtda menmo balkim meni kirgizish mumkin deb o'ylagandim. Ularmi shunday o'ylagan bo'lishi mumkin, ammo meni kirgizmadi. Meni shu taksiga sep qo'yib, Uyg'ur shofer bilan Qirg'iziston tarafga etib berdi. Shuning uchun men kech soat 7larda yana Qirg'iziston tarafga yetib bordim. Men etgan soat 8 bilan mansam bütün bir kun sentrning ichida o'tkazib bo'lib, har rast ularmi albatta meniki pasportimni skan qilib, meniki hamma narsalarni yozib olib, meniki barmoqlarimni ilib, meniki rasmlarni tortib olib degandek. Aqibama lekin aqibama mesela qonun jihatdan sizning unda parmoq izlaringizni ilishdan keyin mesela Daniya hukumati bilan hamma shu yerdan o'tadigan hamma odamlarningki shunday barmoqlarni oldi ekan. Men bu boshqalarni ko'rgan. U shu chegardan o'tishningki bir jarayondek to'yildi menga. Lekin men ko'zingizning rangi, u bu deydigan mesela DNA evrishkilaringiz bilan narsangiz uni to'g'ri bir narsa yo'qdi. Yo'q. Ular shu normal kichik bir shu kompyuter kamerasi bilan xuddi O'zbekistonning chegarasidek ya Qozog'iston ya Qirg'izistonning chegarasidek meni shunaqa tortib olgan. Lekin barmoq nima izlarimni ilib olgan. Qirg'iziston Qozog'istonni unutmagan. Yevropa davlatlarga kirgan chog'da asos jihatdan eng kirganlar shunaqa ilindi.
Şunaq. Işığınızın Şunim- çoğun bir iş tuttu. Şunaq. Şunu qilgan. Men ular bilan paranglashib, albatta shu Ashiyadagi saqchilardan ancha muncha ma'lumotlarni ilib oldim. Shu vetinning ichida bo'layotgan ishlarni to'g'riq ancha muncha shunaqa paranglashdim. Uni meningcha hozir demasam bo'ldi, chunki ularga chatib Evet. bo'lsam. Elbette. Ularninki kim ekanligini oshkorlamasaqmi bo'ldi, lekin ularning orasida bir necha Uyg'urlar bor, bir necha Xitoylar bor. Uyg'urlar o'zaro Uyg'urcha paranglashib, ammo Xitoy saqchilar kelib yenida bo'lgan bo'lsa, yeniga kelgan vaqtlarda ular Xitoychaga aylanib ketdi. O'zaro Xitoycha paranglashgan bo'ldi. Shundoq. Men bir saqchi boladan sizlar hozir assalomu alaykum degan gapni ishlatamsizlar deb so'rasam, ishlatamiz deganda. U rostmi yolg'on degili bo'lmaydi, lekin u shundoq deganda. Evet şu. Bazı neslen yuşun diyemeydiler bazı neslen. Shundoq. Shu. Vaqt mı xil birey berip qaptı Yusufcan. Sizden en Vaqt. axir bir sualını soray. Mesela siz bir tədqiqatçı buluş sıptığınız bilen mesela hazır Kırgızistan kiremediniz, Xitay kiremedinizdeki Uygurlar to'liq tədqiqat qılsınız. Kırgızistan'a kirdim. Qazaqstan kiremediniz, Xitay kiremediniz. Əmdiki sizin tədqiqat obyektininiz Uygurlarni tədqiq qilish üçün əsas Uygurlarning ən acıq diasporası bo'lgan Qozog'istonga Uygurlarning ana vatani bo'lgan Uyg'ur mamlakatiga kirish haqqingiz bo'lishi kerakdi. Mesela bu jarayonda mesela siz va sizga o'xshash nurg'un tadqiqotchilar va Xitoyga kirolmayotgan yoki O'rta Osiyoga kirishlari cheklangan. Bunun mesela bu xil o'ngsizliklarning Uyg'urlarni tadqiq qilish jarayonidagi sizlarning tadqiqotlaringizga yoki akademik ba'zi emgaklaringizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Xitoyning bunun qarshi bir siyosati bormi? Bo'lsa siz bu to'g'riliq qanday o'ylaysiz? Albatta cho'ng ta'sir ko'rsatdi bizningki tadqiqotimizga. Biz tadqiqotni qila olmaymiz yoki boshqa usullar bilan, boshqa metodlar bilan qilishga majbur bo'lamiz. Masalan, meniki hozir bir proyektim bor, remote ethnography, sirtdan etnografiya qilish. Shu yangi metodlar keltirish uchun bo'lgan bir proyekt bo'ldi. Chunki biz unga majbur bo'lgan. Xitoyni tadqiqot qilganlar emas, boshqa yerlardami jiq yerga bora olmaymiz. Shu yangi texnologiya bilan nazoratmi texmo kuchib ketgan. Hem jiq hukumatlar autokrat tarafga, authoritarian tarafga mengib bordi. Shuning uchun u albatta cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Ammo biz metodlarimizni o'zgartirish bilan, taraqqiyot qilish bilan uningdan adliyalaymiz, texmo yaxshi tadqiqot qila olamiz deb qarayman, deb ishonaman. Men shu Xitoyga bora olmagandan keyin men burun anglab boqmagan jiq narsalarni o'rganib oldim. Men Xitoyga bora olgan vaqtimda men vetinning ichida tadqiqot qilardim, lekin sirtdagi Uyg'urlar bilan ancha ko'rishmaydim. Hozir hem sirtdagi Uyg'urlar bilan ko'rishib turib, hatto siz bilsiz, Suriyadagilar bilan ko'rishdim. Men Xitoyga bora olsam albatta shu yerga bormaydim. Lekin ularningki ko'z qarashini ko'rib, meningki tadqiqotim texmo kuchib ketdi. Uning ustiga ular bizni kirgizmasa yoki bizga to'sash qo'yib qo'ysa, ularningki yoshiradigan ishlar bor ekanligini bilgili bo'ldi. Shuningdan neda yoshiradigan ishlar bor ekanligini, qanday ishlarning ekanligini ancha-muncha bilalaymiz. Boshqa metodlar bilan, boshqa usullar bilan aniq kirib, shu bizningki shu tadqiqot qurollarni texmo taraqqiyot qildirish, texmo yaxshi
tədqiqat qıla alamız. Texmo şu Yangi resmi kurallar bo'lgan tugunalik. ishlarni yoshiradigan ishlarni aniqroq ko'rlaymiz deb qarayman. Shuning uchun u albatta meniki bekmi borg'im bor. Boralsam o albatta boshqacha tədqiqat qila oldim. Ammo yana borolmaganligim bilan boshqa usullar, metodlar bilan ishlatib, meningcha yana yaxshi balkimmi burunkidan yaxshiroq tədqiqat qilishimni ishonaman. Köpten köp rahmet. Oğuni efendim. Sizga rahmat fursat berganligingiz uchun. Bu da qitimliqkan programlar yani sizin teklif qilishni qizg'in qarshi olamiz. Hem o'zingizga diqqat qiling. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Rahmat.